Taxtlar o'yini serialida bitta personajni mutlaq yaxshi yoki mutlaq yomonga ajratish juda ham qiyin. Lekin shunda ham oq va qoraga ajratilmaydigan serialda Ramsey Bolton o'zini shafqatsizligi bilan yaxshigina ajralib turadi. Assalomu alaykum. Bugun bilib turganingizdek, Taxtlar o'yinida o'ziga xos uslubi va o'ziga xos yo'nalishi bo'lgan personaj Ramsey Bolton haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin kichkinagina eslatma o'rtali Telegram kanali ochganman. O'sha yerga o'tib olsanglar, serial, kinolarni tahlillarni aynan o'sha yerda qilamiz. 100 ta bo'lishimizga ozgina qoldi, shuning uchun qo'shilib o'tib olsanglar juda ham xursand bo'lardim. Rahmat. Ramseydagi psixopatiya odatda vijdon azobini yo'qligi, simpatiyaning mutlaq yetishmasligi va rejalashtirilgan sovuqqonlik bilan ajralib tursa-da, unda boshqalarni jismoniy va ruhiy azoblanishdan ochiqchasiga rohatlanish mexanizmi borligini bilsak bo'ladi. Ramsey jabrlanuvchilarga zarar yetkazishdan shunchaki utilitar maqsadlarda foydalanmaydi, balki bundan ulkan zavq olishini juda ham yaxshi bilamiz. Bu uning miyasidagi dopamin va mukofotlash tizimini faqatgina shafqatsizlik amaliyoti orqaligina faollashishini ko'rsatadi. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, Ramsey birdaniga o'zini ichidagi odamni ko'rsatmaydi. Avval u yordam beradi, yordam berganidan keyin sovuqqon o'sha o'zini rejasi bilan sekin-astalik bilan odam ruhiyatini sindirishni boshlaydi. Va yana bir muhim ma'lumot, Ramseyning butun o'sha arki, o'zini hayotiy yo'nalishi bu o'zini bastartlik ijtimoiy holatini tuzatish va o'zini o'sha qonuniy merosxo'rlikka yaqinlashtirish bo'lib kelganini juda ham yaxshi bilamiz. Shu tomonlama u xuddi Jon Snouga o'xshab ketadi. Lekin Stark urf-odatlari va Ned Starkning tarbiyasi Jonni biz bilgan qahramonga aylantiradi. Tuzilmaviy harakatlar nazariyasiga ko'ra, agar erkak jamiyat tomonidan belgilangan maqomga an'anaviy yo'llar bilan, masalan, nasab orqali erisha olmasa, u o'zida erkaklik kapitalini yig'ish uchun boshqa alternativ, ko'pincha destruktiv usullarga murojaat qiladi. Ramsey uchun bu kapitalni yig'ishning yagona yo'li o'ta shafqatsiz, chegaradan chiqqan zo'ravonlik va psixologik dominatsiya orqali atrofdagilarni tiz cho'ktirish ekanini yaxshi bilamiz. Ramsey tomonidan qo'llaniladigan usullar oddiy jismoniy azoblash yoki ma'lumot olish vositasi emasdi. Aksincha, bu usullar eng avvalo jabrlanuvchini insoniyligini tortib olishga qaratilgan murakkab jismoniy manipulyatsiyalar tuzilmasi desak bo'ladi. Bu tuzilma o'ziga xos tizimga ega va qurbonni asta-sekin tana va qalb muvozanatidan mahrum etishga xizmat qiladi. Buni biz Theon Greyjoy obrazida ko'rsak bo'ladi. Yana bir muhim ma'lumot, Ramsey Boltonning arsenalidagi eng innovatsion va shafqatsiz usullardan biri bu odamlarni biologik iyerarxiyada pastga qulatish, ya'ni ularni hayvon darajasiga tushirish amaliyotidir. Bu yerda u nafaqat insonni qiynoqqa soladi, balki inson nima ekanligi haqidagi tushunchani ham o'zgartirib yuboradi. Ramsey o'z qurbonlari orasida va o'zi boqadigan yirtqich itlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri parallellik yaratadi. Jabrlanuvchilar issiq kiyimlar, insoniy ozuqa va ijtimoiy muloqotdan mahrum etilib itxonalarda yashashga majbur qilinadi. Odatda odam hurmat, ijtimoiy o'zlik va o'zini anglash kabi yuqori ehtiyojlarga intiladi. Lekin Ramsey qurbonni doimiy azobda va ochlikda saqlash orqali uni ehtiyojlarini eng quyi minimal bazaviy darajaga tushirib qo'yadi. Qurbon itlarga tashlanadigan yarim yeyilgan kalamush yoki xom go'shtni katta mukofot sifatida qabul qila boshlaydi. Ya'ni gap kim haqida ketayotganini juda ham yaxshi bildinglar. Theon Greyjoy va Ramsey Bolton o'rtasidagi munosabatlarga to'xtaladigan bo'lsak, Ramsey ishlatgan usul Theonga nisbatan bu shunchaki o'sha jismoniy og'riq orqali uni ruhiyatini sindirish emasdi. Bu asosan inson ongini va uni egosini yuvib tashlash, ya'ni inglizchasiga aytganda brainwashing uslubi edi. Ramseyning Theon Greyjoy ustida amalga oshirgan ishlari soft psixologik triller va inson ongini yemirish jarayoniga aylantiradi desa ham bo'ladi. Inson o'zligini saqlab turuvchi eng katta kognitiv tayanch bu uning ismi va xotiralaridir. Ramsey buni yaxshi anglaydi. Shu sababli u birinchi navbatda ismni o'ldiradi. Theon o'z ismidan, unvoni va barcha o'tmish xotiralaridan voz kechishga majburlanadi. Unga yangi identifikatsiya, ya'ni Ramseyni o'z o'tmishidagi hidi badbo'y eski xizmatkorning laqabi Rick tanlanadi va uni shunaqa ism bilan chaqira boshlaydi. Bu laqabni u tasodifan tanlamagan. U Theonni kimligidan maksimal darajada jirkanishi va insoniy aslzodalik haqidagi barcha da'volardan voz kechish uchun aynan mana shu uslubdan foydalangan. Bu qisqacha Ramsey Bolton va Theon Greyjoy o'rtasidagi munosabatlarga umumiy o'sha ta'rif edi. Endi Ramsey Bolton va uning otasi Roose Bolton haqida gaplashadigan bo'lsak, Roose Bolton Ramseyni qanaqa darajadagi psixopat ekanini juda yaxshi bilardi va bu yirtqich mexanizmni boshqara olishiga va uni shunchaki bir qora ishlarni qiluvchi vosita yoki buyum sifatida ishlata olishiga ishongan edi. Lekin Roose o'z o'g'lini juda ham past va noto'g'ri baholagandi. U Ramseyning miyasida pozitivlik umuman yo'qligini va xavf sezgan onidayoq sadoqat tamoyillarini butunlay inkor etishini tushunib yetmadi. Ramseyning otasini o'ldirish
yedirishi va uning homilador rafiqasini va yangi tug'ilgan go'dakni itlarga yedirishi bu uni yagona merosxo'r statusini mustahkamlash va o'zini yakuniy vijdonsiz va shafqatsiz bosqichga olib chiqishni favqulodda ifodasi desa ham bo'ladi. Bu ziddiyatli oqibat otani pragmatik, amaliyotchi uslubi o'g'ilni chegarasiz, tartibsiz, xaosga intiluvchi fe'li oldida to'liq mag'lub bo'lganini ko'rsatardi. Taxtlar o'yini serialini ko'rganlar o'rtasida kichkinagina tortishuv bor. Bu ham bo'lsa Joffrey Baratheon yoki Ramsay Bolton. Qaysi biri yovuzroq, qaysi biri taxtlar o'yinida o'zini o'sha ta'siri bilan, yovuzligi bilan ajralib turgan. Kelaylik shu ikkalasini solishtirib ko'ramiz. Ikkala qahramon ham zulm va azob berish borasida o'xshashliklarga ega, lekin ularning bir-biridan farqlari ham yetarlicha topiladi. Joffrey o'zini baland ijtimoiy statusdan mast bo'lgan, imtiyozlari ortiga yashiringan o'smir bo'lib, zolimlik qilish orqali atrofdagilarning e'tiborini o'ziga qaratishga va ehtiyojlarini qondirishga urinadi. Joffrey ko'pincha zo'ravonlikni buyruq orqali uchinchi shaxslar qo'li bilan amalga oshiradi. Uni qo'rquv uyg'otish texnikasi balandparvoz xitoblar va injiqliklar ustiga qurilgan. Joffrey g'azablanganda tahdid qiladi va ko'pincha onasi yoki bobosi himoyasiga tayanishini ko'ramiz. Boshqa tomondan qahramonimiz Ramsay tahdid qilib o'tirmaydi. U jim turgan holda o'zini ishini bajaradi. Hamma jarrohlik qiynoqlari, insonni psixologik yemirish jarayonlari Ramsayni shaxsiy va uzoq davom etuvchi qo'sh tirnoq ichidagi mehnatini natijasidir. U o'z qo'llarini qonga belashdan qochmaydi, balki bunga intiladi. Ramsay va Joffrey o'rtasidagi yana bitta juda ham katta farq bu Joffrey qarindoshlariga nisbatan kamsituvchi, lekin ma'lum chegarada qo'rqoq munosabatda bo'lishini ko'ramiz. Lekin Ramsay uchun bo'lsa dushman, do'st yoki oila orasida hech qanaqa ijtimoiy axloqiy to'siq yo'q. Bu bilan nima demoqchiman? Aynan Ramsayda oila degan tushunchani yo'qligi va o'sha ijtimoiy status, bastardlikni yo'q qilishga bo'lgan qarash shunchalik uni ko'zini qo'rqib qo'yganki, uni miyasi klinik jihatdan davolab bo'lmas darajaga kelib qolgan. Xohlaymizmi yo'qmi, Ramsay qanchalik shafqatsiz va vijdonsiz bo'lmasin, uni janglarda qaysidir ma'noda tajribasi bor edi. Qaysiki u o'zini dushmanlarning zaif nuqtalaridan foydalanishni juda ham yaxshi bilardi. Buni biz Bastardlar jangida juda ham aniq tiniq ko'rganmiz. Biz tan olamizmi yo'qmi, Jon Snow o'sha jangda yutqizgandi. Undan sovuqqonlik talab qilingan joyda Jon hissiyotlariga tayanib qaror chiqarishi sal qolsa qo'shinining halokatiga sabab bo'lardi. Yaxshi ham o'sha vaziyatda Sansani yetib kelishi Ramsayga o'z xarakteriga mos jazoni ta'minlaydi. O'zini qurbonlarini och itlari oldiga tashlash ortidan oxirida o'zi ham aynan mana shu och itlarning qurboniga aylanadi. Va albatta agar kimgadir Bastardlar jangi epizodi aynan mana shu taxtlar o'yiniga bitta epizod qiziq bo'ladigan bo'lsa, yozib ketinglar. Keyingi videolardan bittasi aynan mana shu Bastardlar jangiga atalishi mumkin. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki sizlarga yoqdi. Yana bir marta eslatib o'taman, Telegram kanal ochganman. O'tib qo'shilib olinglar, muhokamalarni o'sha yerda qilamiz. Vaqtingizga rozi bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.